Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Master kanaliga xush kelibsizlar. Bu meni birinchi videoyim, iltimos shunga paylash qilib borasizlar. Xo'p, biz bugun Grand Mobile'ni qanday o'rnatish va qanday akkaunt ochishni o'rganamiz. Birinchi ishimiz Play Marketga kirish bilan boshlanadi va xo'p, mana bu Grand Mobile deb yozasizlar, mana Grand Mobile deb yozasizlar va bu yerdan Grand Mobile'ni tortib olasizlar. Mana men bir masalani tortib olibman, mana hozir tortilyapti. Xo'p, keyin tortib olganlaringdan keyin esa unga mana tortib olganlaringga chiqasizlar va mana bu o'zlaringizning ekranlaringda paydo bo'ladi Grand Mobile. Xo'p, Grand Mobile'ga kirasizlar. Kirganlaringdan keyin hozir narsalar chiqadi o'zini. Xo'p, hozir chiqadi. Xo'p, mana shunaqa narsalar chiqadi. Buni mana shuni xohlasanglar bunga qo'yinglar, ingliz yoki rus. Menga rus ma'qul bo'lgani uchun ruschani qo'yib qo'ydim. Xo'p, keyin yana перезагрузка qiladi. Xo'p, перезагрузка qilgandan keyin mana shunaqa o'yin ochiladi. Xohlasanglar Google, xohlasanglar VKI va Discord bor. Xohlasanglar Ghost o'zida ochasizlar. Ghost o'zida ochmaganlaring yaxshiroq. Sizlarga maslahat beraman Google'dan ochishni, chunki Google eng zo'ri. Akkauntlaringni qaytarishlarini ham ochmaganlaring yaxshiroq. Sizlarga maslahat beraman Google'dan ochishni, chunki Google eng zo'ri. Akkauntlaringni qaytarishlarini ham oson bo'ladi. Google ustiga bosasizlar va sabr qilib tursanglar, sizlarda mana o'zlaringga mana o'yin ochiladi, xohlaganlaringni qo'y deb. Men hozirchalik mana bunga kiraman. Xo'p, kirganlaringdan keyin sizlardan do'stlar o'tishiga ham salgina qoldi. Mana 99 bo'ldi, mana nihoyat. 1 soat 2 soatcha ketib qoldi Wi-Fi yaxshi ishlamayotgani uchun. Xo'p, hozir 100% bo'ladi. Sizlar ham bunday asablaring buzib ketishlari mumkin agar Wi-Fi'laring ishlamasa. Wi-Fi'laring ishlasa oddiygina osongina qilib kirib ketaverasizlar. Shunaqa bo'lib oxiriga yetib borganda qatirib telefonda shunaqa kirib ketadi. Распаковка file deb chiqadi. Keyin ham asablaring buzilib, endi shuni kutasizlar bor-ku. Lekin shuncha narsasiga yarasha normalniy o'yin mazza qilib o'ynaysizlar. Hali ham kanalga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, iltimos obuna va like, kommentariya, podpiska bosib qo'yinglar. Bu men uchun juda ham kattagina motivatsiya bo'ladi va boshqa videolarda sizlarning kommentlaringizni o'qib sizlar uchun video chiqarishga harakat qilaman. Masalan, 0 dan boshlab 100 gacha shunaqa narsalar. O'zim bu o'yinga kelganimga hali 5-6 kun bo'lgani yo'q, shunga hali unchalik tushunmayman. Lekin baribir video chiqarib yubordim. Zerikib ketgandan keyin shunaqa ekan. Hammada короче, распаковка faylni kutaverib asablaring buzilib ketasizlar deb короче. Lekin Wi-Fi'laring yaxshi ishlasa, tezda kirib ketish ham mumkin, zaryadka ham kam qoldi, shuni kutaverib 28% qoldi. 15 mida 14 mida shunaqadir. Va nihoyat mana kirgizdi, meni lot ketdi. Xo'p, shunaqa 3 ta chiqarishlar xohlaganlaringni qilishingiz mumkin. Masalan, Slavi bu anaqa mana telefonlarga qarab, Redmi bu normalniy va Viski eng zo'rlardan biri, shuni qo'yamiz. Xo'p, shuni qo'yganlaringdan keyin meniki yaxshi 120 xotira, короче. Shunga men mana qo'yaryapman. Mana shunaqa narsalar chiqadi. Ko'p qoladi hammada, ko'p bo'lgandan keyin o'g'illarni ketaman. Загрузка qartalyapti. Bu degani уже kiryapti degani bolalar. Xo'p, bundan keyin qolganlari unchalik anaqa emas, qiyin emas. Bemalol o'zlaringizdan shundan keyin videodan chiqib o'zlaringizni tortib olishlari mumkin. Sizlarga eng kerakli joylarni o'rgatdim. Xo'p, загрузка qarta deydi. Keyin bir bola deb turib загрузка игрima deydi-da kirib ketadi. O'zimga kelganimga endi 5-6 kun bo'ladi, shunga unchalik tushunmayman bu o'yinda. Kim oldinda o'ynasa yaxshi. Yana sizlarga bir narsani aytib qo'yaylik. Bu bilganlar uchun to'g'ri oson, lekin bilmaganlar ham oramizda topiladi. Ba'zilar Google'da qanday akkaunt ochishni ham bilmaydi. Shunga bunda ham kimdirlar kira olmasligini, qanday kirishni bilmasligi mumkin shunga. Men hozir ochdim, mana nihoyat kirdi. Добро пожаловать в Grand Mobile. Открытый виртуальный мир, где ты можешь весело проводить время с тысячами других игроков. Siz mana shu joyini eslab qolinglar. Agar sizlar o'ynamagan bo'lsanglar, mana shuni bosinglar.
agar sizlar o'ynagan bo'lsanglar, buni bossanglar, chunki agar buni bossanglar, bir baloqlar o'rgatadi. Undan ko'ra agar bilsanglar, shundan bunday bosib turib chiqadilar, ya'ni yaxshiroq. Birinchi shuni bossanglar, men bilaman, shuning uchun shuni bosaman, keyin skinlar chiqadi. Xohlaganlaring tanlayverasizlar. Masalan, sizga shu ma'lum sochiq yoqsa shu yoki bu yoqsa shuni yoki ana achkichi bola yoqsa shuni qo'yasizlar. Короче, menga hozir farqi yo'q. Chunki kim bu akkaunt o'ynamasligi mumkin, shunga aytyapman. Xo'p, masalan, shuni tanlaylar va mana buni bosasizlar hozir. Xo'p, mana buni bosasizlar. Bosganlaringdan keyin va mana nachat igrayni bosganlaringda mana nihoyat Grant Mobile'ga kirib kelasizlar. Sizlarga o'rgatdim. Menimcha hamma shu videoni ko'rib o'rganadilar degan umiddaman. Xo'p, agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, yordamidagi kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Mazza qilib o'ynashlaring uchun animatsiyani bosib hozir tugatib qo'yamiz hammani. Do'stlar, hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan men serp bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Bu videoni chiqarish uchun ancha vaqtim ketmadi. Xo'p, agar video sizlarga qandaydir nimadir o'rgatgan bo'lsa, unda men juda ham baxtiyorman. Hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan endi yangi youtuber Master Erka bo'ldi. Hammaga xayr.